Payg'ambarimiz marhamat qilib aytadilarki, "Man zalama qayda shibrin minal ardi tuwwiqahu min sab'i aradina." Kimki bir qarich yerga zulm qilsa, ya'ni bir qarich yerni birovlardan tortib olib zulm qilgan bo'lsa, qiyomat kuni uni bo'yniga 7 yer bo'yinbog' qilib, tavqa la'nat qilib osiladi deydilar. Yana Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Innalloha la yumli lid-zalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu." Thumma qara'a va kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Alloh subhanahu va taolo albatta zolimga muhlat beradi. Bir oz qo'yib qo'yadi. U zulmini qilaverishi mumkin. Alloh uni darhol azobga duchor qilmasligi mumkin. Ammo qachonki uni azobga tutganda u qochib qutula olmaydi, dedilar va bu gapni dalili sifatida Hud surasidagi quyidagi oyatni o'qiydilar. Ana shundoq Alloh seni Robbing tutganda, zulm qilgan qishloqlarni ahlini tutganda shunday tutadiki, uning tutmoqligi o'ta alamlidir va shiddatlidir. Uni tutishidan hech bir zolim qochib qutula olmaydir. Kim hozir yaxshimisiz, hozirmi? Katta, mana buni az bitta ko'rsatayin sizga. Xo'p, bu yerda endi to'g'ri nimaga qo'yilgan ekan? Xo'p, mana bu yerga nima tiqib yuboribdi? Xo'p. Bu mana shu joy. Endi bitta varianti hozircha turba, bitta splashnoy turba uzunasiga bunga ulaverganda bo'lardi. Endi buni bilmadim nimaga qo'yib tashlabdi. Chunki hozir bizlarda variant yo'qda u tarafda. Keyin bu endi bu oldinroq bo'lganda bu vaziyat. Bu pastga qolib ketgan bu. Hozir bu yerda kolodis tas ko'rsataman. Kolodis. Xo'sh. Endi mana zdaniyalar baribir og'irlik qilgan, menimcha pastroqda qolganmi yo keyinchalik. Mana bu yerda hamma turbalar tepada turibdi-da. Tualetdan kelyapti, boshqadan kelyapti. Menda двойной setka turibdi. Двойной u yoqda. Bu tualetga o'g'amma kirgizmayman. U boyaga axlat-paxlatiga. Вообще yo'q. Endi bu yerda bu hamma turbalar tepada. Bironta mana hozir bu bozor tarafining tualetidan tushadigan axlat, endi u yerga hamma narsa tashib yuboradi, ular farqi yo'q. Shunday kelib tushyapti. Vaqt soati mana 1,5 yil bo'ldi deyapti Sherzod. Bir tozalatdim deydi. Balandga shunday ko'tarilgandan keyin u yoq past men tomonga uradi. Zingillatib olib borib, endi qayerga ochiq bo'lsa shu tarafga. Даже u tarafdan tualet tarafga, nima tarafga chiqib ketadi, bizlar tarafga. Vaziyat shunday, lekin bu yerda biz tarafdan u chiqishiga sabab faqat pastligi, lekin bizdan bir nimani tashlab berga zabita qilinishi yo'q aka. Oldingisi ham shunday vaziyat bo'lgan. Mana turbalar hammasi tepadan. Bu yerda endi tualetga hamma narsa tashlaydi bu tarafdagi, chunki bozor tualetida u. Shuning uchun endi yechim qilguncha agar iloji bo'lsa bir vaziyatga bir yordam berib tursangiz, endi bir ko'raylik, endi bilmayman. Yana bir varianti bor, endi u yoqqa bitta kolodis tashlasak zaxlab ketishdan qo'rqaman. Har xil narsalar endi paka vaqtincha endi bilmadim endi qanday variant qilib tursa ekan. Shunga hozir bir ko'rsatib o'qlayapman. Mana bu yerda chunki bunchalik boyagi narsalar biz tarafdan kelmaydi-da. Bu mana balandga endi tozalagan bo'lsa ham baribir bu tarafdan bir nima tushib yopsa, u yoqqa qarab obratga beradi. Turba ila pastda turibdi, mendan kelgan turba. Sal ko'tarilsa, o'rindan ko'tarilsa bo'ldi, tashlab yuboradi aka. Xo'p, hozir sizni nimaga ketdi deyishdi? Bir shu vaziyatni to'g'ri baholab aka, bir qo'ldan kelgancha endi bir yordam qilib tursangiz aka, bu to'rkunlikni endi bir shu bilan
Qani bir yechim qilamiz bu yaqin orada buni. Qilmasak o'zi bo'lmaydi, o'zi baribir endi pastda qolib ketganda u. Lekin bizda aybi yo'q aka. Men hozir bu vaziyatni to'g'ri qarab ko'rdim. Shu yerdan birga kelgan, men o'zim ish bilan edim. Shunday gap aka. Salomat bo'ling, gaplashamiz aka. Keyin bir ma'lum bir muddat o'tayapti-da, o'sha joyda bu hokimlik o'zining o'sha joyda o'sha payti Niyozov Zoir Nabiyevich degan hokimning birinchi qurilish bo'yicha muavini edi. U odam mana barcha noqonuniy joylarni talon-taroj qilganligi uchun qamalib ketgan edi, bilsangiz kerak. Bu kishi menimcha o'sha hokimiyatda buni yo'ri tashkilotidan o'ziga qabul qilib olyapti-dagina, keyin o'sha joyda ishlaydigan endi zam bo'lganmi, sekretar bo'lganmi, bu hozir aytaman, Musulmonov G'ayrat Turayevich degan yigitga nomiga mana shu joyni katta 1700 kvadrat metr joyni o'tkazib yuboryapti. Bu ya'ni bu nima deyilgan? Mana qarorda ham ko'ryapman. Qaror qachon berilgan? O'zbekiston ko'chasi hududida joylashgan savdo umumiy ovqatlanish majmuasi Nurobod tuman hokimining deyapti. 6-mart 2018-yildagi nomer 290-qarori sonli qaroriga asosan Musulmonov G'ayrat Turayevich nomiga o'tkazildi. 6-iyun 2018-yil 6-iyunda, 6-mart bo'lsa shu to'liq 6-iyunda 1881 raqami bilan davlat ro'yxatiga o'tkazilyapti. Qaror chiqarilyapti 6-martda, 6-iyunda davlat ro'yxatiga o'tkazib olyapti bu narsani. Bu yerda endi na bir auksion bor, na bir xalqdan kelgan mana o'sha joydan bir qurilish qilaman degan yoki meni o'zim bo'lsa ham kengaytirish, tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida yozgan arizalarim mutlaqo inobatga olinmayapti. Bu joy shunchaki o'zlashtirilib ketilgan, Endi o'zlashtirilib oldi. Undan keyin nima bo'ldi? Bu o'zlashtirilgandan keyin albatta sizning tekshiruvlaringiz bor. Korrupsiyani oldini olish maqsadida siz ancha bu yerda bir ishlar qildingiz. Maqtovga loyiq ishlarni qilib boshlagandan keyin bular o'sha tekshiruvlar boshlandi. Boshliqlari qamalib ketyapti. Boshliqlar, ya'ni bu ishlarda boshida turganlar, ya'ni zam hokimlar qamalib ketyapti, hokimlar ishdan bo'shatilyapti-yu, lekin ular ulgurgan. Ya'ni o'zining xodimlariga joylarni taqsimlashga. Bu yerda bunaqa joylar ko'p. Endi hammasini aytib o'tirmayman, o'zimning soham, o'zimning mana shu vaziyatim bu nimasidan kelib chiqib aytyapman. Shunday qilib bu xo'p, G'ayrat degan mana bu hokimiyatda ishlaydigan Musulmonov G'ayrat degan yigit 1981-yilda tug'ilgan yigit ekan. Mana shu yigit bir necha vaqtdan keyin bu joyni bilyaptiki, endi o'zi qurib bo'lmaydi, ovqatlanish deb savdo va ovqatlanish majmuasi deb kiritilgan bo'lgan. Bu yerda savdo ovqatlanish majmuasi yo'q edi, chunki talon-taroj qilinib, yerlar shudgor bo'lib yotgan edi, men bilganim. Tashqariga chiqib qo'pol bo'lsa ham o'zini hojatini odamlar chiqarib kelardi o'sha joydan. Shundan keyin bu yigit birdaniga vaziyatga qarayapti-da, keyin bu puldorroq odam, ya'ni Salimboy aka, men aytishga majburman hoji aka, endi uzr. Sizga bir narsa aytganim, siz tushunmayapsiz buni. Men majburman, hech bir bu yerda bir ochiqlikqa bir harakat qilaylik. Oxiratda javobimiz bor albatta. Keyin sizni topyapti-da, sizga notarius orqali bu joyda ya'ni 1700 kvadrat metrni savdo va umumiy ovqatlanish majmuasi binosi deyilyapti-dagini notarius orqali 2018-yilda ya'ni 13-iyunida Nurgamma sizning xususiy firmangizga, ya'ni Xolboyev Salim akaga hadya sifatida notarius orqali tasdiqlatib sizga o'tkazib yuboryapti va 100 ming so'm binoni, umuman 100 ming so'm shu joyda baholayapti. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, shu 100 ming so'm nima pul u? 100 ming so'm 2018-yilda 1700 kvadrat metr. Bilasizmi, xalq avvalambor hurmatli Shavkat Miromonovich 100 ming so'mga 1700 kvadrat metr joyni shunchaki hadya qilib bu yerda o'zlashtirib olinyapti. Bu shaharda qancha turadi 1 kvadrat metr? O'ylab ko'ring. Avvalambor auksionga qo'yilganda davlat xazinasiga qancha pul tushardi? Qancha hokimlik shu bilan birga obodonlashtirish, boshqa ishlarni qilish imkoni bo'lardi.
100 ming so'm bilan bu yerda mana shu joyda o'zlashtirib yuboryapti. Endi qistasiga qancha olgan bilmayman, Alloh biladi. Ko'ryapsizmi bu yerda qanday vaziyat bo'lgan. Endi bu Xolboyev Salimboy akani shu paytgacha ham bir qancha joylar bu kishiga berilib kelingan. Ya'niki mana oxin tarafda bir katta bir bazani, ya'ni Ors bazaning yonida katta bir ishlab chiqarishga deb bergan. Hozirda mana borib ko'ravering. Bir shlaka buloq qildimi, nimadir shu bir nimalar qildi. Hozir endi qanday holatda turib bilmayman. Katta joy. Bu bir. Endi mana shu men 42 kvadrat metr bo'lgan joyimni mana yana ko'rsatyapman. Mana shu joyimning bu tarafi ham o'sha kishiniki. Mana bu taraf ham shu kishiniki, mana bu taraf ham uzunasiga o'sha kishiniki. Endi bu yerlar to'liq mengacha mana bittagina bozor kirish joyi qolyapti. Bitta kirish bozor joyi qolyapti. Ko'ryapsizmi? Bu joylarda endi mana bu tarafini hozir yaqinda sotdi bu kishi. Sotdi. 200 millionmi, 200 ming dollar qildi. Bilmadim. Mana shu ozroqgina qismini sotdi. Bu yer bor, bu taraf, hamma joy bu katta zdaniyalar bu. Katta zdaniyalarda bu shunchaki bir o'zlashtirib olgan har biri bilmayman qanchadir dollardan arenda puli beradi, arenda puli. Mayli, arenda puli berar ekan, boshqa qilar ekan, aytishingiz mumkin-da, xalq ham aytishi mumkin. Arenda puli bersa nimasi yomon? Arenda puli berish o'zi ishlayapti-ku, hamma ham shunday deyish mumkin. Yo'q. Bu arenda puli kamlik qilganday mana bu joyda meni yana shuncha payt yugur qilgan joyimni o'zlashtirib, mana shunga taqab shu zdaniyaga, mana shu zdaniyaga taqab turib, shu zdaniyani mana shu joyga yopishtirib zdaniyani bir proyekt qildirib kelgan. Endi mana bu tarafdan ichkariga tortyapti. Zdaniyaning joyi endi ekonom bo'lish kerak-ku oldida qancha yana joy qolyapti yo'lgacha. Mana bu ko'cha bu, O'zbekiston ko'chasi. Katta joyda ichkariga olyaptiki, shtobi meni mana bu yerimga, mana yonimga kelib taqab olish. Chunki 1700 chiqish kerak-da. Chunki bu yo'l hisobda yo'q edi-da. 1700 kvadrat ichida yo'l yo'q-ku. Ana shuning uchun bular oldinga bu yoqqa tortyapti-dagina, bu yoqqa yopishtirib mana bu tarafdan bu qisishga harakat qilib, bu tarafni o'zlashtiryapti. Chunki oldiga hech kim narsa qura olmaydi. Qarang, qanday bir aqllana qilingan narsa-da bu. Juda bir aqlli bu proyektor ishlagan-da bu yerda, bilyapsizmi? Shuning uchun mana shu yuzasidan shundan keyin 2018-yilda 13-iyun sanasida 100 ming so'mga hadya qilinib bu hoji akamizga berilyapti. Hoji aka endi da'vo qilib olgan, men uni shuncha tushuntirib aytayapman aka. Mayli, shu sizniki 2018dan keyin bo'layotgan voqea. Men 2018gacha bo'lgan oraliqda mana shu joyda men o'zlashtirib qancha arizalar qilib turdim. Shu bilan birga o'sha joyga soliq berib turdim, soliq. Ishlatsam ham, ishlatmasam ham har doim soliq berib turdim. Lekin mana shu joyi uchun shuncha yugurdim, boshqa qildim, lekin biron joydan bir kelib turib bir ko'mak beradigan, shunga bir harakat qilib yordam beradigan na hokimlik, na boshqa tashkilotlarni ko'rmadim. Hozirgi paytda bu odam endi o'sha joyda ham o'zlashtirishga harakat qilib turibdi. Mana katta, mana shu Sabursa ichkari tarafini ko'rsangiz, katta masofa, katta bir haybatli joy turibdi. Hovli, nechta hovli ketadigan joy. Shuncha joy yetmaydimi? Shuncha joy. Bitta bir kichikroq bir tadbirkorga yillar davomida qilgan arzalarimga nimaga yoniga hozir aytayapman. Shu kichkina 30 necha kvadrat joyga men hech bo'lmaganda bir sklad, bir nima deydi, bir foydalanadigan joy sifatida menga nimaga shuncha payt 1 metrgina joy bo'lsa ham menga o'zlashtirishimga yordam bermadi bular. Yana sizning qaroringiz chiqqan 2018-yilgacha bo'lgan, agar noqonuniy bo'lsa, shu joylarni davlat ro'yxatiga o'tkazishga siz ruxsat berdingiz. Lekin hozirda qani buning natijasi qani? Nimaga bular 2018-yildan keyin kelib qurib yoniga qurayapti-dagina bu joyni olishga harakat qilyapti. O'sha bundan 7-8 yil oldin bu odam mana shu proyektlar qilingan shu paytlarda ham men bilaman, mana shu joyda talon-taroj qilayotganda ham bironta bir natija bo'yicha menga mana shu vaziyatda aytmagan ham, o'zicha har xil mana bu ishlarni qilib, pinxona mana shu ishlarni amalga oshirib kelgan. Endi yaqin necha yillik mana 18 bo'lsa, hozir 19-20, qarang 7 yil bo'pti. 7 yil davomida o'sha payti mening o'sha nimada garaj taraflarda joyim bor edi. 3 ta joyimni hokimlik olyapti-dagina menga aytayapti-ki, men endi qarshilik qilyapman-ku ularga. Joylarga boshqalarga sotishni boshlayapti. Men aytayapman, yo'q, xalq shunchalikki bizda joylarni
tashlab bu yoqqa qildi, bu yoqqa qildi, dedi haqqi yo'q ekan deb tashlab, shuncha qilgan xarajatli joylarni shunday hokimiyatga topshirdi. Chunki buzobi sumas payti edi. O'sha yillar sumas payti bo'ldi. 2000 nechinchi yillar ekan? 2000 shu hozir aytaman 15-yillar ekan, 14-15 ekan, shu yillari. 2013-14-15 yillarda xullas. Xalq prosta tashlab ketdi. Keyin menga qaradiki, keldiki Avrashga o'tdi. Hokimlikdan keldi. Qurilish bo'yicha muovinlar keldi. Aka dedi, baribir olamizmi? Aytdim, mayli, olsalaring ham, lekin menga joy bermasalaring qanday nohaqlik bo'ladi bu deb turib oldim. Keyin meni bular bilardi, mana bu joyda kichikroqqina joyimda bir egallab turganimni bilardi-da, endi o'sha joyimni sizga beramiz, qilib beramiz deyapti-dagin, o'sha joyda bering deyapti. O'shandan keyin men o'sha joyimni berdim. Mayli, bularda vijdon bordir, bular ham bir insondir, dokument masalasida qani yordam berar dedi. Aka dedi, shu sabr, men aytdim, sabrsa to'liq kerak emas menga. Men dedim, bunaqangi nafsimni qo'ymayman, kerak emas menga dedim. Menga shu kichkina qani yonimda shu foydalanish uchun joy bo'lsa bo'ldi deb turdim bularga. Bo'pti aka, qilib beramiz dedi. O'sha payti Hoji aka, mana Salim aka, siz bilib oling. Siz qoziq topib kelib shunday mana bu zdaniyamni yonidan kelib urmoqchi bo'ldingiz, yonidan. Shu payt chiqdim, aka dedim. Buni hech bo'lmasa yonida bir taqa burmaysiz. Bu yerda pajarni proxod bo'lgan joy bu. Taqa burmaysiz dedim. Ishlaringizga aytdim, siz o'zingizga aytdim. Keyin siz yana hokimiyatga borib jalb qildingiz. Hokimiyatdan odam keldi, bular hammasi keldi. Keyin sizga aytdi, to'g'ri, bu dedi, mana shu joyda egallab turibdi, necha yil sizdan oldin dedi. 7 yil oldin bo'lgan gapni aytyapman. Sizni keyin nariyoqqa siz o'zingiz nari tomondan qoziq qoqtirdingizda, zdaniyangizni uzunasiga yana tashladingiz u yoqdan. Menga bir kichkinagina mana bu qancha bir 20 metrga yetmaydigan mana bu kichkina yo'lga yoqasida joyda qoldirdingiz. Nimaga o'sha payt oxirigacha bormadingiz? Nimaga oxirigacha shuni yo'q deb turmadingiz? Shuni 7 yil davomida boyagi sog'liq berdi qilyapsiz-dagina, men boya boryapman, bugun deyapsiz, erta deyapsiz, pulga kelishamiz deyapmiz. Shu yurib endi hozirga qolganda siz uni o'zlashtirmoqchisiz. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Nimaga o'sha paytda noqonuniy ekan? O'sha paytda shu Zoir mana Nabiyevichlar qamalib ketdi. Niyozov Zoir Nabiyevichlarga o'sha paytda nimaga yo'q, mana bu proyekt shu yergacha deb turmamadingiz? Nimaga Alisher aka degan bir loyiq nimachi bor edi, arxitektor. Ular hokim Samarqandga telefon qildi. Bilasizmi o'sha payt? Samarqand telefon qildi. Haqiqatan ham sizga shu katta joy sizniki, aka, o'zi bu yer bunday yo'l bo'lgan o'zi, bunga ajratib beraylik, bunga dedi, shu payti ham. To'g'rilik edi Alisher aka. Hali ham shu inson nima bo'lganda ham bir ozroq bo'lsa ham insofli ekan sizlarga nisbatan. Shunday yonidan menga joy qoldirdingiz, kichikroqqina qilib joy qoldirib, nariyoqdan katta qilib hovli qildingiz, boshqa qildingiz va meni eskidan turgan kanalizatsiyalar ustiga katta zdaniyalar bilan bostirib ezib yubordingiz aka. Qurilib turgan mana bu kichkinagina mana bu zdaniyam bor-ku, mana bu kichkinagina yondan endi men qaradim, bu dedim, bu to'ymaydi. Shu yergacha meni to'liq bu egallashga kelyapti. O'sha payt qurilib turgan mana bu 2 etajli kichikroqqina joyda, endi 2 etaj deganda vahima bu o'zi odamlar ko'rib o'tiribdi, qanday kichkinagina joyligini, bir xona qilingan joyda katta proyektingiz bilan kelib turib, shunday boyagi nima bilan nargi tarafdan quyosh ham tushmaydigan qilib yopib tashladingiz. Shuni bilasizmi? Kanalizatsiyalarni, u tarafga o'tgan kanalizatsiyani yopdingiz. Shu tarafdan qiynalib olib kelgan gaz turbalarimgacha kestirdingiz. Har payti har xil bahona bilan. Bu tarafda-ku o'zi chiqartirmay shu paytgacha qiynadingiz. Nargi tarafga o'zi butun bu tarafga men o'zi yo'lda ham darajada o'tkaza olmasdim. Yo'l tomonga agar siljisam yanga chiqib oladi yo boshqa chiqardi. Yoki u tarafga umuman davlat biron bir gazni yo boshqasiga ulashishga ham siz ruxsat bermas edingiz. Tushunyapsizmi? Ondan keyin hajga bordingiz, hoji bo'ldingiz. Men sizdan insofli inson deb turib shu qancha sizga bilan baribir bir yoshi 1-2 ko'ylak baribir oldin yirtgan deb turib, o'zimiz joylari til bilan aytganda sizga har doim akogadek murojaat qilishga harakat qilib keldim. Har doim assalomni qildik. Sizni birovga yomonlamadik. Qilgan nimangizni hech qaysisini mana bunday ekan, unday ekan deb turib shu musulmon odam ertaga men birovni shu yomonlasam bir kuni kelib turib shu inson bir hamsiyamiz-ku, ertaga shu inson bir kuni kelib
o'zi tushunib yetar. Qo'y shu hamsiyamda bir 3 kvadrat metr ya 4 kvadrat metr bilan bir men orqalab ketmayman-ku, shuncha joyim bor, shuncha joyim masalan deb. Mana bu yerda asr restoraningiz bor, katta restoran, podval, başta necha etaj qilib oldingiz, mayli. Bu mayli, bo'laversin o'z yo'liga. Men demoqchimanki, bitta hamsiyam. Siz aytyapsiz, bir ozroq suv chiqib ketibdi o'tgan safar kanalizatsiya o'sha hovlingizga. 1,5 yilda bir marta suv orqaga obratga beribdi ekan. Ya'ni u ham meni aybim emas. Sizga men uni videosini ham tashab berdim aka, bu aybim emas. Sizga bahona kerak bo'ldi aka. Bahona kerak bo'ldi. Siz meni anavlarim bosdi, bu hamsiyaga zarar qilish kerak emas-da deyapsiz. Shuning uchun yopib tashladim deyapsiz. Betonlab tashlagansiz, betonlab. Kimda bo'lmaydi, hamsiyada bo'ladi, hamsiyachilikda. Masalanda endi 1,5 yil bo'libdi. O'sha yerda Sherzod degan ukamiz mana nima qiladi, somsa yopib ishlab beradi. 3 ta studentini mana shu yerda nima deydi, o'sha joyda tadbirkorlik qilib turib, mana yonimda. Shu tadbirkorlik qilib turib, shu harakat qilib, shu studentini boqib, mana hozir boyaga yetkazib oldi. Haloldan spirtnay qo'ymaymiz bilasiz. Umuman biron bir bunaqa narsalar yo'q. Harakat qilamiz haloldan mehnat qilishga. Siz uni ham so'rayapsiz o'tgan safar qancha beradi? Siz aka pulni qancha berib turadi deyapsiz. Pulini chiqarib olgandirsan, palamsiz. Nimaga pulga taqaysiz siz? Nima uchun aka? Shu harakat qildim, shu aytmayin aka, bu nimaga shunaqasizlar? Shunaqa nimaga? Shu nimaga yetmaydi? Endi men buni endi sanab bersamda joyning bir adog'i yo'q-da. Kvartira deysizmi, hovli deysizmi, hammasiga hamma narsa yetarli aka. Shu arendaga mana nechta tochka bor? 12 ta tochka bormi? 15 ta tochkangiz bormi? Olib turibsiz-da. 30 ming olyapsizmi oyiga? 20 ming dollar olyapsizmi? Alloh biladi. Vallohu alam. Mayli aka, oling, halolingiz bo'lsin. Lekin kichkinagina mana bu joyga. Qo'shni deysiz aka, qo'shnidan so'ralasiz ertaga. Kanalizatsiya qilmoqchiman, kanalizatsiya, даже magazinimni kanalizatsiya kichikroqgina qo'l yuvishga. Qizlar masalan o'zimizda ishlaydigan ishlarimiz tualet yugurib beradi-da. O'sha joyda bittagina kichikroq boyagi nimaga zdaniyachaga bir tualet qilganmiz, u ham yopiq holatda. O'sha joyda ham yo'q, men tomon tiqiladi deb turib, u tarafda ham mana to'liq bloklagansiz. Shuni bilasiz. Gaz turbalarimni u tomondan olasan deb kestirdingiz aka. Endi gapiraversangiz gap ko'pda aka. Mayli, xalq hozir ikkomiz oramizda gapga birov ha deydi, siz taraf meni so'kadi, meni urishadi, ha deydi. Hojiga betyapsanmi, o'tyapsanmi deydi aka. Bu lekin o'zingiz vijdoningizga bir o'ylab ko'ring aka, siz meni vaziyatimda mana hozir siz o'sha joydan olinadigan narsalar bor, ko'chaga uni qayerga qo'yaman? Menda boshqa joy yo'q, bunaqangi bir qo'yib yonimga bir joyga tiqadigan. Bu katta hovlingizda biron joyiga bu bitta burchaga kirib ketadi. Men bu yerda narsalarimda endi taxta-paxtam bor, bir ikkita divan sivanim bor. Masalanda endi siz ariza qilib o'tiribsiz. Mayli, kadastrdan bu deb yugurib keldi bir daniga. Chunki ular ham kadastr bormi, boshqa hokimiyatdan odam bormi? Chunki ular biladda, chunki men bir ikki marta xalq tarafidan chiqqanman. Bular balkim shu birdaniga shu menga bir bunday bir balkim zarar bermoqchidir, bilmadim, lekin Alloh taolagina faqat menga bersa zarar beradi, lekin bandasi emas akajon. O'zingiz bilasiz, vaziyatni bilasiz. Men majbur bo'ldim sizni, men o'zi ismingizni ham, familiyangizni ham aytmaslikni xohladim. Xalq bu yerda aytdi, nimaga aytmaysizlar? Sizlar har doim shuda deyapti, kommentariyalar o'qiyapman-da. Ha shunaqasizlar deyapti. Mayli. Xalq negativ gapirar, hamma har xil o'ylaydi aka. Men sizga shuncha Xudoning zorini qildim aka. Lekin hozir majburman. Prezidentimizga mana bu tushunish uchun aytdim. Prezidentga mana murojaat bilan chiqyapman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana shunaqangi korrupsionniy holatda bu joy olingan. Hozirda meni ikki tarafdan na bir kanalizatsiyaga chiqa olaman, na bir gaz torta olaman, na bir o'zim bir bemalol bir faoliyat yurita olaman. Hozir mana bu oldida katta joyda yo'lgacha bo'lgan masofani ichkariga tortib olganda, zdaniyani ichkariga tortib olgan-ku, katta masofa. Oldiga shlang ham qo'ygan, boshqa ham qo'ygan, yo'laklarga polni qo'yib o'tiribdi.
foydalanib. Shu bilan birga menga yana boya katta 3 tonna 500 kilolik nimalarni mana darvozachi hozir darvoza qilganman, odamlar bemalol mana bu tarafdan yo'lakdan yursin deb, mana hal ko'rsin, hal guvoh. Kelib turib shunga tirab tashlagan, darvozamni ochmaydigan qilib qo'yibdi. Endi bir o'ylab qolasizda, hoji odam. Yet şu hacı deyishdan ham charchadim bilmadim. Hacı ham demaylik bir insonda, shu bir hamsoyam. Meni mayli yomon ko'rishlaring mumkin. Hamsoyamda endi bir insof ham kerak-da, insof ham. O'zi bir adolat bo'lish kerak-da, adolat. Bir boylar bir zamonlarda boylar qanday adolat qilganda, adolat. Mayli shu Xudo beribdi ekan. Xudo bekarga bermaydi aka. Sizni sinash uchun berdi. Buni tez orada buni nimasini ko'rasiz buni. Men masalan yerga juda bu yerda bir so'rab men sizdan talashmayman aka. Qarayman hozir vaziyat qanday bo'ladi aka. Lekin Alloh kifoya qilsin deb duoni qilib bemalol ketaveraman. Даже bu joy ham menga masalan bir umrga berilmaganda. Alloh rizqimizni beraveradi. Siz uni to'sib toza bu yerda olib qo'ysangiz ham, men joyim bilan qo'shib olsangiz ham, lekin Alloh taolo rizqimni beraveradi. Allohga ham sanolar bo'lsin. Lekin eng yomoni haqiqatni aytmaslik.